Videoni After Monkey Play MLB oзвучка bilan tarjima qilgan Xtase va Yorix. Lutfi, Edward va Sanfordda XP'dagi eng zo'r makro o'yinlarini ko'rib chiqdim va uni sizlarga hozir aytib beraman. Bugungi darsimizning ichida mana shular bo'ladi. Qanday to'g'ri draft qilish, counter picklar, XP lane o'yindagi hamma majburiyatlari, draft, nachalda mid game va late game'dagi liniyada birga bir yutqizmaslik, late game'ni oldin to'g'ri o'ynashlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda giroylarning turlarini tushunib olish kerak. Asosan tank, uron va kontrol. Xo'p, unda sizlar bilan draftdan boshlaymiz. XP'lar asosan ikkiga bo'linadi. Katta uron beradigan va tankovkali. Hozir vaziyatga qarab qaysi birini olish kerakligini ko'rib chiqamiz. Agarda sizlarni Les bilan Roam jir giroy olgan bo'lsa, sizlar uronli giroy pik qilinglar. Masalan, Benedetta, Ginevra va Arlot. Agarda sizlarda tank bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar tank olinglar. Uranus, Alisa yoki Terizlarga o'xshagan. Agarda sizlarning komandada bitta dona tank bo'ladigan bo'lsa, sizlar hech qachon XP ga uron beradigan giroy olmanglar. Agarda sizlarda shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, sizlar tank yokida tank va uronli giroy olinglar. Misol uchun Chong, Lapu va Chichi. Endi sizlar bilan XP ga olinadigan giroy turlarini gaplashamiz. Agarda sizlar qanaqa qilib giroy tanlashni biladigan bo'lsanglar, sizlar tanlaydigan giroy komandalardagi eng muhimlardan bittasi bo'ladi. Agarda qaysidir meta giroy ban bo'lmay qoladigan bo'lsa, sizlar uni birinchi pikka olib olishingiz kerak. Lekin bunaqa xato qilib qo'ymanglar. Agarda sizlar uron beradigan giroy olmoqchi bo'lsanglar, uni birinchi bo'lib pik qilmanglar. Chunki sizlarning soperniklar sizlarga kontur bo'lgan giroy olib olishi mumkin. U narsani sizlar bilan sal keyinroq gaplashamiz. Yana eng muhim narsa, hech qachon o'zingizlarning komandanglardagi uronni turini unutmanglar. Agarda sizlarning komandada allaqachon mag uron juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, sizlar fiziki uron beradigan giroy olishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlar tank va XP'da o'ynaydigan bo'lsanglar, sizlar birinchi pik qilishingiz shart bo'ladi va sizlar olgan giroy dushman komandaning XP'siga tur berish kerak. Lekin qanaqa qilib to'g'ri counter pik giroy tanlaymiz deysizlarmi? Counter pik tanlash dushman komandani giroyiga aniq kontrol olish bo'ladi. Misol uchun Uranus oladigan bo'lsak, o'zini passivkasi va jonni tiklashi bilan juda ham kuchli giroy. Sizlar unga qarshi chisti uroni bor giroylar olsanglar bo'ladi. Masalan, Xberg. Xberg liniyada Uranusga qaraganda kuchliroq. Chunki unda Uranusga qarshi chisti uron bor. Agarda sizlar birinchi bo'lib Xberg oladigan bo'lsanglar, ular Uranusga o'xshagan giroy ola olmaydi. Agarda Xberg dushman komandada bo'lsa, sizlar Benedetta olganinglar yaxshi. Chunki unda massiv uroni bor. Benedetta kuchliroq Xbergga qaraganda, chunki unda massiv uron bor. Nimaga deydigan bo'lsanglar, Xberg Benedettani tuta olmaydi. Benedettani skilllarning hisobiga. Lekin sizlar Benedettaga qarshi chiqib minsitar olsanglar bo'ladi. Sizlar giroy tanlash uchun olganinglardan keyin sizlarga kerak bo'ladigan narsa qanaqa qilib nachalada o'ynash kerak. Bu o'zini ichiga 4 ta narsani oladi. Line da turish, cherepaxaga chiqish, line-da turish va ikkinchi cherepaxaga chiqish. Va shu narsani qilib bo'lganinglardan keyin mid game boshlanadi. Va mid gamegacha liniyada qanaqa turish kerakligini ko'rib chiqamiz. Hamma explanerlar qiladigan eng asosiy xatolardan bittasi bu minionlarga uron berish. Sizlar minionlarga uron berishdan oldin mana shu 3 ta narsani tushunib olishingiz kerak. Biz sizlar bilan liniyani tez tozalashdan boshlaymiz. Bu degani hamma minionlarni tezda tozalash kerak. Bu juda ham zo'r. Agarda sizlar cherepaxaga chiqmoqchi bo'lsanglar yoki qaqada rotatsiya qilmoqchi bo'lsanglar, faqat kriplarni unutmaslik kerak. Lekin buni bitta minus tomoni bor, tez krip tozalashi. Sizlar o'zingizlarning liniyani zaif qo'yasizlar, ya'ni kriplarni stop qila olmaysizlar. Ikkinchi o'rganishingiz kerak bo'ladigan narsa bu liniyani muzlatish. Kriplarni muzlatish degani kriplarni bitta joyda ushlab turib, dushmanni XP-ga bermaslik bo'ladi. Bu juda ham kuchli narsa. Agarda bu narsani sizlar qilsanglar, dushman komandaning XP-ga farmdan qolib ketadi va kriplarni olaman deb kelganda xavfli pozitsiyaga tushib qoladi. Agarda sizlarning kripinglar dushman komanda tomonidan turadigan bo'lsa, sizlar sekin push qilishdan boshqa ilojinglar yo'q. Lekin uni minioni sizlarning tomonidan turadigan bo'lsa, sizlar unga push qilishga imkon bermasligingiz kerak. Qanaqa qilib desangiz, sizlar o'zingizlarning kripni bashdan ichida ushlab turasizlar. Shunda ular kripni bashdan urmaydi. Liniyani muzlatish juda ham xavfli. Sizlarning krip dushman tomonidan turadigan bo'lsa, biz sizlar bilan qanaqa qilib to'g'ri muzlatish haqida gaplashdik. Endi sizlar bilan liniyani kesish haqida gaplashamiz. Liniyani kesish ma'nosi u sizlarning minioninglarni ko'rishidan oldin sizlar unikini olib bo'lasizlar. Bu sizlarga o'zingizlarning minionni yo'qotmasa, rotatsiya qilgani yordam beradi. Liniyani kesish juda ham xavfli. Sizlar o'zingizlarning ehtiyotinglarni qilishingiz kerak. Men charchab ketdim, qolganini sizlarga Yorix aytib beradi. Sizlar kripni skip qilishdan oldin dushmanni lesniki qaysi buffdan boshlaganini bilishingiz kerak. Sizlar pachkani skip qilgandan keyin sizlarning kriplarni stop qilishligidan qutulib qolishinglarni bilish kerak. Oddiy usul. Dushman kriplarni olishdan oldin sizlar tez o'zingizlarning kriplarni push qilib olasizlar va keyin u sizlarning kriplarni o'ldirishini kutib turasizlar. Agarda dushman sizlarning kriplarni birinchi bo'lib oladigan bo'lsa, sizlar prosta kripini stop qilasizlar.
Ko'pchilik bilmasdan dushman creep stop qilganda u creepni oldiga yaqin kelib turib oladi. Agarda dushman sizlarga shu payt hujum qilsa, uni creeplari ham sizlarga hujum qiladi. Keyinda sizlar shu xatoda creepsiz qolishingiz mumkin. Bunaqa xatodan ko'ra dushman ham sizlarga tegmaydi va sizlar ham dushmanga tegmaysizlar. Shunaqa qilib farm kelovinglar overasizlar. Xo'p, sizlar shunaqa qilib minionni qanaqa qilib kontrol qilish usullarini tushundinglar. Lekin liniyada sizlarda dushman ham bo'ladi va krab ham bo'ladi. Shunaqa qilib dushman bilan borib birga bir urushgan yaxshiroqmi yoki krab olgan yaxshiroqmi? Bitta krab bitta minionda oft beradi. Shunaqa qilib sizlar krabni ham olsanglar, dushmandan ancha vohliroq 4-o'rinni ochib olasizlar. Va 4-o'rinni olsanglar, dushmanga qaraganda cherepaxaga ancha vohliroq chiqasizlar. Shunaqa qilib dushmanda ikkita dona yo'l qoladi. Birinchisi creeplarni olib 4-levelga olish yoki 3-level bo'lib turib cherepaxaga borish. Shunaqa qilib eng qiziq joyga keldik. Qanaqa qilib liniyalarda birga bir yutsanglar bo'ladi. Buni siri sizlarning mikro o'yinlarga bog'liq bo'ladi. Ammo bu video makro o'yin haqida. Lekin xavotir olmanglar. Men sizlarga bu videoda mayli birga bir qanaqa qilib yutish ham o'rgatib o'tib ketaman. Giroylar 3 xilga bo'linadi. O'yinni boshida kuchli, o'rtasida kuchli va late game'da kuchli. Tushunishinglar kerak bo'lgan narsa sizlarning giroylar ular giroydan kuchlimi yoki yo'qmi? Kimmi mikro o'yini kuchliroq bo'lsa, o'sha har doim lane'da yutadi. Har doim nachalani eplab olish eng muhim narsa bo'ladi. Nachaladagi eng muhim narsa birinchi va ikkinchi cherepaxa bo'ladi. Cherepaxa urayotganda sizlarning eng muhim vazifangiz dushmanning lesnikini to'xtatib turishingiz kerak. Hech qachon cherepaxaga lesilasiz va pachkalarni tozalamasdan bormanglar. Agarda sizlar cherepaxadan oldin dushmanning lesnikini yoki midierni ko'rsanglar, tezda ularga hujum qilinglar. Hech qachon dushmanning lesnikini yolg'iz qoldirmanglar. Sizlarda bu narsaning imkoni bo'ladi. Sizlarning eng muhim vazifangiz dushmanning lesnikini cherepaxadan uzoqroq distansiyada ushlab turish. Nachala mid game'dan juda katta farq qiladi. Nachalada asosan birga bir faytlar bo'ladi. Mid game'da esa asosan rotatsiya va faytlar bo'ladi. Biz hozir team fightda nimalar qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Sborkani yodlanglar, chunki fightda sizlarning sborkalar juda katta rol o'ynaydi. Dushman sborkalariga qaranglar va kimda perifarm ko'proq bo'lsa, o'shanga e'tibor qaratishingiz kerak. Shunaqa qilib bitta targetga bog'laninglar va hamma skilllarni shu targetga beringlar. Hamma narsaga ignor qilgan holda dushmanni urun beradigan giroyga o'yin bermanglar. Hozir sizlar 9-minutgacha qanday qilib o'ynashni tushunib oldinglar. Endi bizda late game'da qanday qilib o'ynashga e'tiborimizni qaratamiz. Late game'dagi sizlarning asosiy ishingiz kartani ochish va minionlarni o'ldirish. Lekin sizlar kartani qatini ochib berishingiz kerak. Kartani aynan qaysi joyini ochgan yaxshi va qaysi lane'dagi minionlarni o'ldirgan yaxshi. Late game kelganda esa kartada hech qachon yolg'iz ko'rinmaydi. Agarda seni kartada yolg'iz ko'rib seni o'ldirsa, ular o'rta olib o'yinni yutib ketadi va kartada qanday pozitsiya ushlashni bilib olishingiz kerak. Dushmanlar kartani ko'rishdan oldin sen creeplarni orqaga qaytarib o'rganingga amin bo'lishing kerak. Lorddan qarama-qarshi tomondagi lane'ni har doim tozalash kerak. Agarda minionlar yolg'iz bo'ladigan bo'lsa, ularni tozalash shart emas. Bunaqa payt prosta slog push ishlatsang bo'ladi. Agarda ularni ATKs va mid kartada ko'rinmasa, ortiqcha harakat qilmanglar. Agarda kartada ular yolg'iz yursa, uni o'ldirib yubor. Late game yana muhim narsa, to'g'ri jamoaviy fight qilinglar. Dushmanning komandasi senga tupurib qo'yganda, sekin orqasidan borib avslantir tupurib qo'ygan. Ularni ATKsini avslantirgandan keyin sekin spinni berib qochib ketdi. Shunaqa qilib biz bu videoda XP vazifalari haqida gaplashdik. Shu videoni avtorining kanalida qolgan laynlarga ham makroda to'g'ri o'ynash videolari bor. Agarda shu videolarni biz o'zbekchaga tarjima qilishimizni xohlasanglar, ko'proq aktiv ko'rsatinglar.